Assalomu alaykum, hurmatli Eurometal YouTube kanali obunachilari. Mana bugun sizlarga xudo xolasa 3 ta aksiyaga tushgan darvozamizni Ramazon oyida chiroyli qilib aksiyalarni qilib, obzorlarni qilib beramiz. Kimga darvozalar kerak bo'lsa, bundan ko'p darvozalarimiz ham bor. Misol orqalaringizdan ko'rsatib qo'ying bitta. Orqa tomonlarda, boshqa ko'chada hamma joy darvozalarimiz juda ham ko'p. Faqat bugun shu 3 tasini sizlar uchun chiroyli qilib videosini qilib beramiz. Xo'p, shu high-tech fason darvozamiz keladigan bo'lsak, o'tib ketavering. Xo'p, shu high-tech fason darvozamiz eniga 395, bo'yiga 3,5 metr bo'lgan. Kimni xonadonga tushadigan bo'lsa 1,100,000 aksiyasi bor buni ham. Og'ir kuzatib turasizlar. Yon stoykalar 8/6 profillarda, listlari 1.2 lik nirjavikali variantda bo'lgan. Nirjavikalarga ham chiroyli ishlovlarni berib, qora nirjavikalardan qo'yilgan. Tag qismlari shivillerlardan foydalanganmiz. Profillar 6/4 1/1 istaydi. Xo'p, darvozamizni narxi keladigan bo'lsak, 1 kilometr 650 ming so'mdan vodiy bo'ylab tayyorlab o'rnatib beramiz. 9 million bo'ladi. Endi buni aksiyada 570 mingdan qo'ydik. Ya'ni 7 million 900 ming so'm. Shu darvozani o'zidan 1 million 100 ming so'm skidka bo'layapti. Xo'p, darvozalarimiz kvadrat kraskalarga keladigan bo'lsak, kraskalarga toz devo kraskalardan foydalanamiz. 5 yildan 10 yilgacha garantiyalar beramiz. Xo'p, endi bu darvozamiz sarax fason, shtampoz sarax fason darvozamiz.